Xo'p, nima bezovta qilyapsiz? Nima shikoyatingiz bilan keldingiz? Menda gemoroy bor. Unda savol beraman sizga. Gemoroy kasallik sizni bezovta qilyapti ekan, qachondan beri bezovta qilyapti o'zi? 3-4 yil bo'lib qoldi. 3 yildan beri. Hojat vaqtida, hojatdan keyin o'sha tahorat olib artganingizga orqangizdan qanaqadir tugunlar chiqib qoladimi? Hozir shunaqa. Oldin qoladi, o'sha chiqib qolyapti o'sha. Tushunarli. Hojatdan keyin o'sha qon chak tomchi kuzatiladimi? Ha, hozir ko'proq ketyapti. Avval shunaqa edi. Hozir ko'proq ketyapti. Hozir men bu shpritsdan suv sepganda tizillab otish bo'ladimi? Xuddi shunaqa. Xuddi shunday shprits sepganda tiz otadi, qoni xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Xo'p, hojatdan keyin gemoroylaringizni, gemoroy tugunlarini yuvib artgandan keyin o'rningizdan turasiz-ku harakat vaqtida. O'zi ichkariga kirib ketadimi yo qo'lingiz bilan to'g'rilab qo'yasizmi uni? Qo'l bilan kiritib qo'yaman. O'zi kirmaydi, to'g'rimi? Hojatdan keyin qo'l yordamida to'g'rilaysiz. Xuddi shunaqa. Endi sizga hozir tushuntiradigan bo'lsam, gemoroy o'sha 3-4 darajaga yetib kelgan. Ya'ni o'sha gemoroy kasallik birinchi boshida qon ketish kuzatiladi, qog'ozni artganda qog'ozda qon bo'ladi. Undan keyin esa tomchilab chak qon ketish kuzatiladi. O'shanda vaqtida davolanmasa, o'sha bosqichma-bosqich zo'rayib boraveradi-da. Zo'rayib boravergandan keyin o'sha shpritsdan suv sepganda tizillab otish kuzatiladi. Ko'p miqdorda qon ketadi. Bir xillarga sachraydi, bir xillarga sachraydi, bir xillarga otadi. Undan keyin esa gemoroy tugunlari hojatdan keyin turganda birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalarga turgandan keyin gemoroy tugunlari o'z-o'zidan ichkariga kirib ketish kuzatiladi. Bu kattalashib boravergandan keyin, vaqt o'tib boravergandan keyin buning kattalashgani hisobidan o'z-o'zidan kirmaydigan bo'lib qoladi-da. Bemorlar keyin uni hojatdan keyin qo'li yordamida yuvib, tozalab ichkariga tiqib qo'yadi. Sizga ham xuddi shu daraja hozir yetib kelgan. O'sha vaqtida murojaat qilmagansiz vrachga, vaqtida murojaat qilmaganingizdan keyin gemorozga bee'tibor bo'lgansiz, boshqa chak tomgan, undan keyin shpritsdan sepgan, tizillab otgan, keyin gemoroz chiqib qolgan, hojatdan keyin o'zi kirib ketgan. Shu vaqtda ham bir shifokor murojaat qilmaganingizdan keyin o'sha oxir darajasiga yetib kelgan, hojatdan keyin gemoroylaringizni qo'lingiz yordam to'g'rilab qo'yasiz o'sha bu. Tushunyapsizmi? O'sha shpritsdan sepgan, tizillab otyapti. Bu o'sha gemoroyning oxir darajaga yetib keldi degani. Hozir burada darajada sizga, masalan, sizga svecha yoki maspas yozib berishi mumkin, agar siz iltimos qilsangiz. Lekin men sizga qarshi chiqqan bo'laman. Sizga yordam qilgan bo'lmayman. Nabor dushmanlik qilgan bo'laman. Chunki bu darajada svecha mazda yordam bermaydi. Nima uchun yordam bermaydigan savol tug'iladi. Mana men sizga o'z savol beraman. Nima uchun yordam bermaydi? Chunki hojat vaqtida gemoroylar chiqib qoldi, undan qon otyapti, to'g'rimi? Siz unga svecha qo'yapsiz. Svecha qo'yib davolamoqchi bo'lyapsiz. Ertaga hojatga borganingizdan keyin bittasida emas, hammada shunaqa hojat vaqtida kuchanadi hamma ham. Shunday. Masalan, любой odam borgandan keyin o'tirgandan keyin ichi kelib qolmaydi-ku. Uning uchun hojat qilish uchun, ichi keltirish uchun ma'lum bir bosim bo'ladi. Ya'ni kuchanadi tualetga, kuchangandan keyin o'sha yerdan ichi keladi. Kuchangan vaqtida o'sha anal sohasidagi gemoroyning qon tomirlarida bosim oshadi, nagruzka bo'ladi. Bosim oshgani hisobidan u yerdan yana qon ketish kutaveradi. Qon ketish davom etadi. Svecha qo'yasiz, mas qo'yasiz, nimadirlar qilasiz, lekin tualetga borasiz, kuchanasiz. Kuchanganingizdan keyin u yerdagi qon tomirlaridagi bosim oshish natijasida u yerdan yana qon ketish kuzataveradi. Bu esa kasallik yana zo'rayib borishiga, qon ketish natijasida gemoglobin tushishiga kuzatilib sababchi bo'ladi. Ya'ni gemoglobin tushgandan keyin ne только bu yoqda faqatgina gemoroy chiqib qolish emas, endi sizga bosh aylanishi kuzatiladi. Ko'z oldi xiralashi kuzatiladi. O'rningizdan turganingizdan keyin boshda aylanib ketishlar kuzatiladi. Bu o'sha og'irroq darajaga olib keladi. U darajaga olib kelgandan keyin gemoroy 2-daraja bo'lib qoladi-da. Gemoroy 2-daraja bo'lib qoladi. Undan keyin esa bunaki gemoglobin tushib ketgani hisobidan uni qonni ko'tarishga to'g'ri kelib qoladi. Qon qo'yiladi, qonni ko'paytirish preparatlar qo'yiladi-da, qon normaga keltirib, norma ko'rsatishga keltirgandan keyin operatsiya stoliga olib operatsiya qilinadi. Agarda vaqtiga murojaat qilsa, gemoglobini bu o'sha norma ko'rsatishga bo'lsa, gemoroy qonyaptimi? Gemoroy qon tomirini tikib chiqiladi-da, o'sha yerdan qon ketish oldini olinadi, gemoroy operatsiya o'tkaziladi. Shu bilan bu kasallikdan butunlay qutuladi. Shuning uchun vaqtiga murojaat qilish tavsiya qilinadi bemorlarga. Hozir nima qilsa bo'ladi o'zi? Hozirgi davrda siz operatsiya qilish kerak bo'ladi. Qo'rqaman aka, to'g'risi. Shuning uchun nimadan qo'rqasiz? Mana 3 yil. Nimadan qo'rqasiz? 3 yil o'tdi, nimadan qo'rqasiz? Mana shuni ayting. Og'riqdan aka. Og'riq bo'lmaydi sizda. Mana men sizga aytayapman, og'riq bo'lmaydi sizda. Ya'ni biz spinal narkoz o'tkazamiz, beldan bitta ukol qilamiz, beldan bas mutlaq og'riqsiz bo'ladi. Gemoroy tugunlari chiqib qoladi, gemoroy tugunlarini operatsiya qilamiz. Operatsiya qilish uchun 4-5 xil usullar bor bizda.
og'riqsiz o'tadigan operatsiyalarimiz bor. Operatsiya longa deydi. Operatsiyada ligashur apparati yordamida, lazer yordamida buni gemoroid turiga qarab tanlanadi. Belingizdan bitta qo'rqilasiz, mutlaq og'riqsiz operatsiya bo'lasiz. Keyin og'riq. Operatsiyadan keyingi davrda bizda 3 kun nazoratda bo'lasiz, shifokor nazoratida bo'lasiz. Shifokor nazoratida bunda to'g'ri og'riqlar bo'ladi, yengil og'riqlar bo'ladi. Yengil darajada og'riqlar bo'ladi. Bu og'riqlarni og'riq qoldirish ukollar yordamida bemalol bartaraf qilsa bo'ladi. Bitta qo'rqasiz og'riq qoladi. 3-4 kun nazoratda bo'lasiz. Keyin sizga javob beraman, bemalol yurib uyingizga ketasiz. Qancha vaqtda ishga chiqsam bo'ladi? Ishga chiqishingizda yengil ishda ishlasangiz, hamma har xil ishda ishlaydi. Kimdir yengilroq ishlaydi, kimdir og'irroq ishlaydi. Agar yengil ishga ishlaydigan bo'lsangiz, gidet 1 hafta 10 kundan keyin ishga chiqsangiz bo'ladi. Agar nagruzkali ishda bo'ladigan bo'lsangiz, gidet 1-15 kunlardan keyin ishga chiqasiz. Narxlari qanaqa ekan? Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, bizga kelib yotasiz 3 kun davomida yotishingiz, yotog'ingiz, operatsiyangiz, ovqatlari, pitaniyasi 3 kunlik, shifokor nazorati bo'ladi bu yerda. Kapinsolasiya operatsiyadan keyin va operatsiyangiz hammasi operatsiya narxi ichida hisoblanadi. Bu o'sha bemorlarga qulaylik yaratish maqsadida shunaqa bir yengillik yaratganmiz. Kelasiz, yotasiz, barcha analizlardan o'tib, operatsiya bo'lib, shu operatsiya narxi ichida hisoblab, bitta summaga operatsiya bo'lib chiqib ketasiz. Agar sizda ham xuddi shunaqa gemoroid kasalligi bo'lsa, hojat vaqtida qon ketish, hojatdan keyingi davrda gemoroid tugullarning chiqib qolishi va uni qo'lingiz yordamida to'g'rilashga majbur bo'layotgan bo'lsangiz, demak buni operatsiya yo'li bilan davolash kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa shikoyatlaringiz bo'lsa, bizga murojaat qiling va biz sizga yordam beramiz. Pastda telefon raqamlarini qoldiraman, telefon qiling va shaxsan o'zim sizga yordam beraman.